Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Yalqın Rozga 2026 yillik Graciela Fernandez Mejidi kishilik huquqni qo'g'dash mukofoti berildi. Turmidagi Uyg'ur ma'rif tadqiqotchisi Professor Yalqın Rozga Argentinaning Buenos Airesdagi kishilik huquq va demokratiyani qo'g'dash tashkiloti CADAL, ya'ni Latin Amerikani ichish va taraqqiy qildirish markazi tomonidan 2026 yillik Graciela Fernandez Mejidi kishilik huquqni qo'g'dash mukofoti berilgan bo'lib, Yalqın Rozi va uning oilasiga vakolatan bu mukofotni Dünya Uyghur Qurultayıdan Qurultayning raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultayning oliy maslahatchisi, Uyghur Akademiyasining raisi, tibbiy dor tadqiqot olimi Dr. Rishad Abbas, Qurultayning sobiq raisi va Uyghur Demokratiya va kishilik huquq markazining raisi Dolqin Aysa, Uyghur Harakati tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas va Uyghur tadqiqot markazining ijroiya direktori Abdulhakim Idris qatorliqlar topshirib olgan. CADALning bu yilgi yig'ini Argentinaning poytaxti Buenos Airesda ochilgan bo'lib, bu mukofot topshirib olish marosimi 23 avgust kuni o'tkazilgan. Mazkur mukofot topshirilish marosimida Dr. Rishad Abbas Yalqın Rozi va oilasiga vakolatan so'z qilgan bo'lib, u so'zida mundaq degan: "Men bugun bu yerda Yalqın Rozi va uning oilasi va xizmatdoshlarimiz nomidan 2026 yillik Graciela Fernandez Mejidi kishilik huquqni qo'g'dash mukofotini qabul qilganligimdan sharaf his qilaman." Yalqın Rozi Xitoyning davlat boshqarishidagi atalmish Xinjiang ma'rif nashriyatining bosh muharriri va Uyg'ur xalqi hurmatlaydigan yozuvchisi edi. U 2016 yili 6 oktyabrda Xitoy doiralari tomonidan qo'lga ilinishdan burun rasmiy ma'rif sistemasida Uyg'ur tili, madaniyati va kimligini qo'g'dash va ilgari surishga ahamiyat bergan bo'lib, 2018 yili yanvarda 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Yalqın Rozining qo'lga ilinishi Uyg'ur xalqining milliy ma'rif asosiga qarshi elib berilgan keng ko'lamli bostirish harakatining dastlabki ifodasi edi. 2016 yili boshlangan bu sistemlik bostirish 2017 yildan boshlab zo'r darajada kengayib, Xitoy hukumatı Ilham To'xti, Raila Davud, Xalmurat Qo'pur, Toshpo'lat Rozi va Abduqodir Jaloliddin qatorliq yuzlagan Uyg'ur yozuvchi, ma'rifchi, universitet professorlari, ziyolilar, tadqiqotchilar, diniy olimlar va Uyg'ur jamiyatining rahbarlarini nishon qilib, keng ko'lamda tutqun qilishga boshladi. Bu kishilar Uyg'ur xalqining ma'rifi, madaniyati va milliy kimligini avloddan avlodga yetkazadigan mash'allar edi. Xitoy hukumatining bu bostirishi Uyg'urlarning ma'rifi, tili, madaniyati, dini, kollektiv xotirasi va kimligiga qilingan hujum. Yalqın Rozining hikoyasi bu fojiani bir oddiy savol orqali ifodalaydi. Nemishqa adabiyot darsligini nashr qilish jinoyatga aylandi? Chunki til bir millatning kollektiv xotirasini, adabiyotini, tarixini, ma'rifini va kimligini ifodalaydi va uni avlodlarga yetkazadi. Buni saqlab kelayotganlar bostirilganda butun bir xalq yo'qotilish xavfiga duch keladi. 2018 yildan buyon dunyo bu vahshiylikning ko'lamini bargan sir to'nib yetdi. Amerika hukumati va ondan ortiq davlatning parlamentlari, shundaqla Yevropa parlamenti bu harakatlarni qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. BDT kishilik huquq ishxonasi bu xil qilmishlarning insoniyat qarshi jinoyat bo'lish mumkinligi to'g'risida birdeklikka keldi. Ammo bu bostirish oxirlashmayli qolmasdan, bugungi kunda davlat xalqigan bostirish orqali Xitoyning chegarasidan halqib ketdi. Bugun bu yerda turganlardan mening oilam buni bevosita boshdan kechirdi. Singlim, pensiyaga chiqqan doktor Gulshan Abbas 2018 yili sentabrda tutqun qilinib, 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu singlimiz Roshan Abbasning Washingtonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida oshkor so'z qilgandan bir hafta keyin yuz berdi. Bizning do'stimiz, uzun yillik Uyg'ur kishilik huquq tashabbuschisi va Dunyo Uyg'ur Qurultayining sobiq raisi Dolqin Aysa bu davlat halqigan bostirishni boshdan kechirdi. Uning opasi jazo lagerida qazo qildi. Uning inisi Xushdar Aysa muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Aksi Yalqın Aysa 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu jazolar Dolqin Aysaning Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oshkorlash va gavdalantirish uchun ko'rsatgan tirishchilik uchun o'chilish sifatida elib berildi. Navbatda Xitoyning 2026 yili 7 oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yilgan yangi atalmish millatlar ittifoqligini ilgari surish qonuni faqatla Xitoy kimligi va tilini hukmron qilib, Uyg'ur tili, madaniyati va milliy kimlik to'g'risida cho'nqur andishlarni qo'zg'adi. Şoň Yalqın Rozini eslash, uning töhfasini xotirlash nihoyat muhim.
U bir yazgıcı, tahrir, ziyali ve bir ata. Graciela Fernandez Mejedi'nin ismi to'liq ma'nilik. U o'g'li Pablo g'oyib bo'lgandan keyin hayotini haqiqat, xotirlash va kishilik huquqi beg'ishladi. U bizga kishilar tutqun qilinib g'oyib qilib etilganda, ularning xotirimizdan yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymasligimiz kerakligini eskartdi. Bugun biz bu yerda Yalqin Ro'zi va boshqa nurg'un kishilarni eslaymiz. O'z jamiyatidan ayirib etilib, tutqun qilingan, g'oyib bo'lgan Uyg'ur ziyolilarini eslaymiz. Shundaqla bu bostirishlar sababidan hayoti vayron bo'lgan millionlagan kishilarni eslaymiz. Yalqinning oilasi va bu yerdagi men bilan birga bu mukofotni topshirilish qatnashgan vakillarimiz To'lqin Aysa, Turg'unjon Alovuddin, Abdulhakim Idris va Roshan Abbos nomidan Yalqin Ro'zni hurmatlaganligi va uning xotirasini saqlab qolganligi uchun hurmatli kadal hay'at a'zolariga rahmat aytaman. Shundaqla cho'qim bir kuni Yalqin Ro'zning o'zi bu yerda oilasi va jamiyatimiz bilan birlikda bu mukofotni o'z qo'li bilan topshirib oldiganligiga ishonaman va umid qilaman. Yalqin Ro'z unutilmadi. Uyg'ur xalqi unutilmadi. Biz uni eslashni, uning haqida so'zlashni va erkinlikka erishguchi kurash qilishni davomlashtiramiz. Kadal, ya'ni Latin Amerikasini ichish va taraqqiyot qildirish markazi 2003-yili 2-oyning 26 kuni Argentinaning Buenos Aires avtonom shahri, ya'ni Argentina poytaxtida qurilgan puxraviy, foyda olmaydigan tashkilot bo'lib, kishilik huquq va xalqaro demokratik ittifoqlikni ilgari surish, dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqlashish, fikr bayon qilish, yig'ilish erkinligi va siyosiy qatnash huquqi bostirilgan xalqlar, puxralik va siyosiy erkinlikka tahdidga uchragan ve qonun üstünlüğü buzulgan demokratik devletler hakkında faaliyet ilip baradigan, demokratiyani shaxsning izzat hurmati ve asas haqlarini kapaletlendirish ve xalqaro tinchlik foydaliq muhit yaratish uchun eng yaxshi hukumat shakli deb qaraydigan, shundaqla demokratik davlatlarga mustabid hukumatlar bilan ikki tarafli munosabatlarda kishilik huquq sodiq bo'lgan diplomatiya amaliyotlarini yo'l qo'yish to'g'risida tavsiya beradigan xalqaroliq tashkilot bo'lib, a'zolari akademik soha, jurnalistlar, xalqaroliq maslahatchilar va kishilik huquq tashabbuschilar qatorliq har xil sohalardan tarkib topgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2026-yili 27-sentabr Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi, hayotini Sharq Turkistonning milliy mustaqilligi va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun beg'ishlagan marhum ustozimiz Farxat Yo'ronqash vafotining 1 yillik munosabati bilan uni xotirlash va uning ish izlarini eslash uchun Myunxenda duo tilovat va nazr faoliyati o'tkazadi. Marhum ustozimiz Farxat Yo'ronqash Sharq Turkiston davosining harmas jangchisi, hayotini Sharq Turkistonning milliy mustaqilligi va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun beg'ishlagan Uyg'ur tashkilot rahbarlari va yoshlarimiz ulgi ilishga tegishlik, chiqishqoq va o'zining mustaqillik g'oyasidan aslo voz kechmagan, toki oxirgi minutlargacha milliy mustaqillik harakatimiz uchun xizmat qilgan milliy kurash sepimizning g'olliq a'zolaridan biri va Sharq Turkiston davosining chaqnagan yulduzi edi. U mol tajribasi, siyosat pishib yetilganligi, təşviqat sohasidagi ustunligi, tashkillash iqtidorining yuksakligi bilan tonilgan bir rahbar bo'lib qolmay yana harmay, talmay kurash qilish ro'yi bilan Sharq Turkistonning mustaqillik yo'lidagi vatanparvarlik ulgisi, bir umr da'vo sepida kurash qilish jarayonida beshidan o'tkazgan issiq sovuq bo'ron chopqin qiyinchiliklarga ko'krak kerib, tavranmas iroda va kelgusiga bo'lgan ishonch va ulug'vor g'oya bilan umrining oxirigacha kurash qilgan fidokorlik obidasi edi. U 2025-yili 24-sentabr chorshanba kuni kasal sababidan 61 yoshida olamdan o'tgan bo'lib, bu shum xabar bilan muhojiratlik Uyg'ur xalqi va tashkilotlari cheksiz qayg'uga cho'mgan edi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2026-yili 27-sentabr kuni marhum ustozimiz Farxat Muhammadi vafotining 1 yillik munosabati bilan uni xotirlash va uning ish izlarini eslash uchun Myunxenda duo tilovat va nazr faoliyati o'tkazadi va bu faoliyatga dunyoning har qaysi joylaridan uning sabdoshlari, do'stlari kelib qatnashadi va shundaqla uning hayotiga beg'ishlangan uning tarjimali, ish izlari va hozirgacha e'lon qilingan munavvar asarlardan tarkib topgan kitobi e'lon qilindi. Farxat Yo'ronqash apandi 1964-yili 3-oyning 7-kuni Sharq Turkistonning Xotan viloyatida tug'ilgan. 1985-yili atalmish Şinjan Universitetining til fakultetini tamomlab, atalmish Şinjan Xalq radio stansiyasida 1992-yili 12-oygacha tahrir va muxbir bo'lib ishlagan. 1987-yili Xitoyning mamlakatlik oz sonli millatlar yozuvchilar jamiyatining a'zosi va Uyg'ur avtonom rayonlik yozuvchilar jamiyatining a'zosi bo'lgan. Farxat Yo'ronqash apandining Vatanda 2 kitob va 200 parchadan ortiq povest hikoyasi e'lon qilingan.
1989-yili Xitoyning Xinhua axborot agentligida axborotchilik va jurnalistlik kasbi bo'yicha bilim oshirish jarayonida 89-yildagi Beijingdagi o'quvchilar harakatiga qatnashib, Xitoy bexatarlik organlarining nazorat qilishiga va ziyonkashligiga uchragan. 1992-yili 12-oyda Qozog'iston orqali muhojirat hayotiga qadam qo'ygan. U Qozog'istondan 1993-yili Turkiyaga kelib, 1995-yilgacha milliy rahbarimiz Aysa Yusuf Altekin apandimning yanida xizmat qilgan va Sharq Turkiston da'vosi qitilib, ayni vaqtda muhojiratdagi tunji turkumdagi vatandan chiqqan yosh ziyolilar bilan birlashib, Sharq Turkiston da'vosi uchun muhojiratdagi axborotchilik hayotini boshlagan. Farhat Yo'rinqash apandi Turkiyada Sharq Turkiston yoshlar birligining qurilishida va uning organ gazeti Sharq Turkiston yoshlarining ta'sis qilinishida asosli rol o'ynagan va gazetning bosh muharriri bo'lib ishlagan. 1995-yili Sharq Turkiston davosini g'arb dunyosida davom qilish uchun Germaniyaga kelib yerlashgan. Farhat Yo'rinqash chet elga hijrat qilib chiqqan 1992-yilning oxiridan toki vafot bo'lguncha izchil turda Uyg'ur milliy harakatining eng oldingi sepidan yer elib kelgan bo'lib, Turkiya va Germaniyalarda nashr qilingan Sharq Turkiston yoshlari gazeti, Sharq Turkiston gazeti, Birlik jurnali, Uchqun gazeti, Istiqlol gazeti, Uyg'ur televiziyasi, Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi qatorliq gazet, jurnal va tor televiziyalarining asosli qurg'uvchisi ham bosh muharriri bo'lib xizmat qilgan. U 1996-yili Germaniyada qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultiyining, 1999-yili yana Germaniyada qurilgan Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyining va 2004-yili barliqqa kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining asosli qurg'uvchi a'zolarining biri bo'lib, Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyining tashviqot mudiri, Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyining tashviqot mudiri va 1996-yili qurilgan Sharq Turkiston informatsion markazining muavin raisi, 2004-yili qurilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashviqot mudiri va muavin raisi, 2016-yildan boshlab Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi va 2024-yili Sarayevoda ochilgan 8-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyida qurultayning oliy maslahatchisi va qurultay tor televiziyasining mas'ul muharriri bo'lib vazifa o'tagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Yevropa diniy e'tiqod erkinligi va kishilik huquq munbiriga taklif bilan qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga kelib kelgan. Bu yilgi Yevropa diniy erkinlik va kishilik huquq munbiri 23 avgust kuni Germaniyaning Frankfurt shahrida o'tkazilgan bo'lib, bu yig'inga Dunyo Uyg'ur qurultiyi alayida taklif qilinib, qurultayga vakolatan Qurultay fondining raisi, Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban qatnashgan. Mazkur yig'inga dunyoning har qaysi joylari va Yevropa davlatlaridan kelgan siyosatchilar, diniy dohiylar, kishilik huquq faoliyatchilari, Yevropa parlamentining a'zolari qatnashgan bo'lib, G'ayur Qurban Uyg'urlarga vakolatan so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosati, diniy bostirishlari va Uyg'ur xalqining diniy milliy kimligiga qarta yurgizilayotgan qirg'inchiliklarni o'ttirib qo'yib, mazkur yig'inga qatnashgan siyosatchilar, diniy dohiylar, kishilik huquq faoliyatchilari Yevropa parlamentining a'zolarini Uyg'ur masalasini unutib qolmaslikka, Xitoyning chegara halqigan bostirishi, tehdidlari va aldamchiligiga bo'yin egmaslikka, Uyg'ur xalqining hurligi va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hurmat qilib, bu qirg'inchilikni to'xtatish va qarshi chiqishga chaqiriq qilgan. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan G'ayur Qurban apandi bu haqdagi ma'lumotlarni o'rtoqlashib, mundaq deydi. Men Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan Yevropa diniy e'tiqod erkinligi va inson haqlari munbirininki bu yillik cho'ng munbiriga qatnashdim. Bu munbirga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan, dunyodagi har xil dinlarning vakillari, e'tiqodchilari, diniy erkinlik qo'g'duvchilar ve şundaqla yerlik ve federal hükümetninki a'zolari bo'lib 200 ga yaqin kishi qatnashdi. Bu munbarda Uyg'ur xalqining navbatdagi diniy erkinlik vaziyatiga alohida o'rin berildi ve şundaqla men bosh nutq so'zlagichi bo'lish sifati bilan Uyg'ur xalqining navbatdagi diniy zulmlari haqida so'zladim. Men nutqimda Xitoy hokimiyatininki Sharq Turkistonni besib olgan 75 yildan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur ve başka Türkiye Müslüman milletlerine elib berayotgan diniy zulmlarini, İslam dinini Uyg'ur xalqininki hayotidan tamamen yo'qotib tashlashdan iborat qora niyat siyosatlarini ve bu siyosatinki Uyg'ur xalqiga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatininki muhim bir parchasi ekanligini ko'rsatib berdim. Hurmatli ko'rmanlar.
Yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keng qitimliq sanımızgacha ko'rishkicha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.